Satuvimizda arzon bahada Equinox qo'yib beramiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 245 million so'm bo'lsa beramiz. 148 ming kilometr yurgan 20-yilni bilasizlar. Eldim o'rdasi ko'na vipski bo'ladi. Bu toza o'zgartirilgan chiroyli diskalar, yumshoq balonlar qo'yilgan, paroklari bor. Ichlari ham dumzo'r, top-toza turibdi. Yana ichlari koja salon, elektronli sideniya. Hamma narsasi bor. Asta-asta oladilar uka, shunda tep qistonning ko'rsin. Hamma narsalari bor. 148 ming yurib turibdi. Panorama lyuk, koja salon, kojalar ham zo'r. Aybi kamchiligi yo'q. Arqalari endi bozorga taxlangan. Yuvib serilib, klonkalar yezilgan. Propan ham bor mashinani. Propan gazi bor. Propandan benzindan zo'r yurib turibdi. Mana arqalari. Ish kapotini yuzunda kraskasi bor ekan, o'zlaringiz ko'rsatib olasizlar, aybi kamchilik yo'q. 245 million so'm bahosi. 2020-yil mashin. Lyukan narsasi bor. Kelib aytib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Qo'shko'pir avtomarketda turadi. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammangizni kutib qolamiz. Rahmat.